Agar siz o'lgan bo'lsangiz, biz ayollar tirikmiz. Nima uchun o'ldimi? Bu millatning erkaklari shu qadar o'ldimi? Agar o'lgan bo'lsalaring, biz ro'molimizni yechaylik. Ustaringga kafan qilib kiyib olinglar. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Qur'on festivallari to'xtatilib, pivo festivali boshlangan joydan men sizlarga bugun prямой efir qilyapman. Qonunlar kimga qanaqa ishlash haqida bugun siz bilan gaplashamiz. Qarangki, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ro'parasida pivo festivali bo'lyapti. Aslida qonunlarimizda 14 yoshli voyaga yetmagan qizlarni 50-60 yoshli erkaklarning ichiga yalang'och tushirtirib, unga ichtirib, kayf qildirib, o'zligini esdan chiqartirib, harom ishlarni qildirish bormidi? Qachon biz u qonunni tasdiqlagan edik? 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga nimaga pivo ichishga ruxsat u, nimaga Qur'on o'qishga ruxsat yo'q? Nimaga men bolalarimga istagan joyimda Qur'onini o'rgata olmayman u? Nimaga bular meni bolalarimga sening erkinliging bemalol ichish bilan, chekish bilan, qimor o'ynash bilan o'lchanadi degan signalni bera oladi? Bu signalni berayotganlar kimlar? Va bu signalni berayotganlarga aslida qonuniy to'siq qo'yadiganlar, ichki ishlar xodimlari bularni kimdan himoya qilib bu yerda qorovullab turibdi? Nahotki bironta ichki ishlar xodimlari kodeksni o'qib, jinoyat kodeksini o'qib, mayli dinga amal qilmasin, mayli halol harom demasin. Voy, jamoat joylarda spirtli ichimliklarni ichish, targ'ib qilish, tarqatish mumkin emas ekan. Nega endi biz qilishimiz kerak? Nega qonunan taqiqlangan festivalni biz himoya qilishimiz kerak deydigan bitta ham formali xodimimiz yo'q? Amallaringiz va pagonlaringiz qonunlardan ham qadrliroqmi, hurmatli ichki ishlar xodimlari? Nimaga men bugun o'zimni vatanimda bolamga Qur'onni o'rgata olmayman-u? Nimaga qayerdan kelgan bir kelgindilar qonunlarni buzib, spirtli ichimliklar tarqatishni bemalol xotirjam targ'ib qilar ekan va bu yerda voyaga yetmagan yoshlarning qatnashishi erkinlik deb taqiqlan, bemalol tarqatilar ekan. Nega? O'ldikmi? Butun o'zbek erkaklari o'ldingizmi? Agar siz o'lgan bo'lsangiz, biz ayollar tirikmiz. Janob prezident, iltimos, to'xtating. Norozimiz, xafamiz. Bunday qonunni buzishlariga siz jim qarab tursangiz, biz jim qarab tursak, 14 yoshli qizlarni bemalol ichib, kayf qilib, erkaklarning ichida yarim yalang'och o'ynashiga to'sqinlik qilmasa-yu, ularning hijobga kirib, namoz o'qib, Qur'on